Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Jo'rabek salonining yanında 4 qavatli domimizda birinchi qavatında ajoyib remontdan chiqib turgan bir xona sotuvga qo'yildi. O'rta podezda xohlasangiz 2 xona qilsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek Taj Mahal, bu tarafimiz stadion, Darital, Urduam yaqin. Bu tarafimiz Gurlan yo'l. 2 oyna yo'la tushgan, xohlasangiz salon, bir boshqa bizneslarni qilsangiz ham bo'ladi. Seçen bilen danışlarımız gittik. Yurttaşlar birinci kavata geldik. Açıp ötkenliğin eshiklarimiz yaxshisidan qo'yilgan. Ajoyib remontdan chiqib turibdi. Birinchi qavatda bir xona. Lokatsiyamiz zo'r yerda joylashgan. Xohlasanizlar bir dükan, salon, bir boshqa bizneslarni qilsangizlar ham bo'ladi. Yo'la tushgan 2 oynasi bor. Xohlasanizlar 2 xona qilsangizlar bo'ladi. Bu yerda ishning mestasi bor. O'rta podez bo'lgani uchun ko'p odam shuni aytib qo'yibdi. Kuxnyani kichik ispaniya qilib qo'yaveradilar. Ko'rib turganlaringizdek 100% oboydan chiqib turibdi. Mo'ysha oboy qilingan, ajoyib remontlarni yaxshi qilganlar. Shuni lyustralarni ham qistirganlar qaytik. Oyoq temiz, gilamda to'shalingan 100% pol. Oynalarimizni almashgan, rishotkalar ham qo'yilgan, zamonaviy registrlar ham o'rnatilgan. Ishini yarki bir chiroyli kvartira bo'lgan. Eshiklar ham yaxshisidan qistirganlar. Bir hem registr taşlangan. Birimiz sanuzel kafilden çıkıp turibdi. Diyorlarımız dekor panelden işlengen. Bundan ham taza qo'yganlar, smesitellerini duşa oylanıp zamonaviysinden qo'yganlar yurtdoshlar, e'tibor etasizlar. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q, yo'lning ustunda yarki oboy berilgan ekan. Birimiz oshxona. Bir kir mashin qo'yib beramiz dedilar. Tishkalar ham qistirib beradilar. Bu yerda doполнительный yanada mebel bo'ladi. Gaz plitamiz ham toza qo'yilgan. Jaluzi pardalarimiz ham qistirilgan. Do'konturni kotelimiz sherab o'rnatilgan. Yurtdoshlar, bog'cha maktabdan muammo yo'q. Bir ajoyib tochka kam chiqadi bu yerda. Bahosini yildan bo'lsak 300 million so'm. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar, kelishib beriladi. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.